Assalomu alaykum. Mustaqillik arafasida O'zbekiston aholisi 20 million kishi atrofida edi. Hozirga kelib aholi soni qariyb 40 million kishiga yaqinlashib qoldi. Aholi soni o'sib boryapti. Ammo yer osti, yer usti boyliklari kamayib boryapti. Qolaversa yer osti boyliklarini tiklab bo'lmaydi. Mana neft, gaz, nodir metallar bularning hammasi kamayib boryaptiki, bularni qayta tiklanmaydigan boyliklar hisoblanadi. Rivojlangan mamlakatlarga, jumladan Yaponiya yoki Janubiy Koreya mamlakatlariga qarasak, ular taraqqiyotni va xalqi aholisining farovonligini yer osti, yer usti boyliklari hisobidan emas, ilm-fanni, ta'limni rivojlantirish orqali yangi ilg'or texnika, texnologiyalar yaratib, taraqqiyotga erishib, aholisi farovonligini ta'minlab kelyapti. U davlatlarda Yaponiyada yer osti, yer usti boyliklarining deyarli yo'q. Lekin shu ta'limni, fanni, ilmni rivojlantirish hisobiga yangi texnika, texnologiyalar yaratyaptiki, ilm-fanni, ta'limni, aqlni ular texnika, texnologiyalar ko'rinishida moddiylashtiryapti. İnsanlarning egallagan ilmi, bilmi, texnika, texnologiyalar shaklida moddiylashadi. Biz ham xuddi ilm-fanni, ta'limni rivojlantirish orqali o'sib borayotgan xalqimiz, aholining farovonligini ta'minlashimiz kerak. Yer osti boyliklariga tayanib taraqqiyotni, farovonlikni ta'minlay olmaymiz. Qolaversa, yer osti boyliklariga kelgusi avlodlarning ham haqqi bor. Nafaqat hozirgi avlodlarning. Hozirgi avlodlarning vazifasi mana shu mamlakatimiz zaminida mavjud yer osti, yer usti boyliklarini ko'paytirgan holda keyingi avlodlarga yetkazishimiz kerak. Yer osti boyliklaridan deylik bir chelak qazib olsak, shu ilg'or texnika, texnologiyalarni yaratishimiz orqali ularni bir chelak qazib olingan yer osti boyliklarini 10 chelakka aylantirib keyingi avlodlarga yetkazishimiz kerak. Xo'p, bizda bugungi kunda ta'limni, ilm-fanning ahvoli qanday? Ilm-fan, ta'lim rivojlanyaptimi yoki o'lib boryaptimi? Bu ta'lim, ilm-fandagi muammolarga sababi qayerda? O'qituvchilardami, professor o'qituvchilardami, yoshlardami, qayerda? Yoshlar ilm-fan bilan shug'ullanishga qiziqayaptimi yoki ularning qiziqishi qayoqqa qaratilgan? Ilm-fan o'lgan millatning buguni ham ertasi ham mardikorlik va qullikdir. Nega? Bizning farzandlarimiz, yigit qizlar nega xorijga borib chiqib ish qidirayapti? Nega xorijga ketish ish qidirib kundan kunga ko'payib boryapti? Xo'p, ular borganda qanday ishlarni qilyapti? Ko'cha supurayapti, qurilishda o'sha ish qilyapti, beton quyyapti, qishloq xo'jalik mahsulotlarini yig'ishtirayapti mavsumiy ishlarda, lekin o'zlari shu ishlarni bajarish bilan birgalikda o'tda
sharoit o'ta og'ir holatlarda o'sha yerlarda kun kechirib, pul topib, O'zbekistonga yuborib, O'zbekistondagi qolgan bu oila a'zolarini yashashi uchun o'sha yerlarda nihoyatda og'ir sharoitlarda, xor zotlikda mutlaq sanitariya, gigiyena qoidalari mutlaq og'ir holatlarda kun kechiryapti. Biz texnologiyalarni rivojlantirib, yangi texnologiyalar yaratib, taraqqiyotni ta'minlab, farovonlikka erishgan xalqlarning millatlarga xizmat qiluvchi ikkinchi, uchinchi darajadagi xalqqa aylanib qoldik axir. Agar xalq desak o'zimizni. Aslida ommamiz o'zga millatlar qani O'zbekistonga kelib o'zbek xalqining xizmatini qilyaptimi? Ko'chasini supuryaptimi? Qurilishini, betonini quyayaptimi? Qishloq xo'jaligi mahsulotini, paxtasini yetishtirib beryaptimi? Yo'q. Kelganlari ham biz o'zbek xalqini ishlatyapti. Men ko'rib turibmizga ijtimoiy tarmoqlarda. Ilm, fan, ta'lim agar bundan keyin mana shunday o'lish yo'lidan boraversa, biz batamom mardikorga, qullikka aylanib, o'zga boshqa millatlarga, xalqlarga xizmat qiluvchi ikkinchi, uchinchi darajadagi xalqqa, ommaga batamom aylanib qolamiz. Xo'p, mana ta'limda, ilm fanda hosil bo'lgan nihoyatda og'ir muammolarni yechish yo'llari bormi bizda? Muammolarni bartaraf eta olamizmi? Ta'limni, ilm fanni, o'lib borayotgan ta'lim, ilm fanni tiklay olamizmi? Rivojlantira olamizmi? Mana shu yo'lda, shu maqsadda biz tuzmoqchi bo'layotgan, tuzilajak Xaloskor Xalq Demokratik partiyasi tuzilib, ro'yxatdan o'tib parlamentga kelsa, ta'limni, fanni, ilmni qanday yo'llar bilan rivojlantirishdi? Bu yo'lda qanday maqsadlarni qo'ygan? Hozirgi hosil bo'lgan og'ir, ayanchli muammolarni qanday yechadi? Mana shu haqlarda qisman aytib ketaman. Avvalo aytishim kerakki, O'zbekiston Fanlar Akademiyasining prezidenti, akademik, O'zbekiston qahramoni Shavkat Ayupov 2026-yil aprel oyida Jadid.uz nashriyotining jurnalistiga katta intervyu berdi. Suhbat mavzusi ta'limdagi muammolar bo'ldi. Akademik Shavkat Ayupov O'zbekistondagi hozirgi ta'limning, fanning, ilmning ahvoli haqida, ta'lim, ilmdagi og'ir holatlar, ko'z bo'yamachiliklar, plagiat, ya'ni ko'chirmachiliklar haqida bo'ldi. Ya'ni akademik Shavkat Ayipovning shu suhbati intervyusidan O'zbekistondagi og'ir ta'lim va fandagi holatni, ko'z bo'yamachiliklarni, ko'chirmachiliklarni, plagiatni
hammasini Prezident Shavkat Mirziyoyev biladi dedi. Mana bizni tashvishga keltiradigan holat. Demak, O'zbekistondagi ta'limni, ilm fanni o'ta og'ir achinarli holatga tushganligini, ilm fan ta'limda ko'zbo'yamachiliklar, ko'chirmachiliklar, plagiatchilik avj olganligini akademik Shavkat Ayipovning gapiga qaraganda Prezident Shavkat Mirziyoyev juda yaxshi biladi. Akademik Shavkat Ayipov aytayaptiki, mana Prezident shunday qaror qildi deyapti. Qaror chiqardiki, fan nomzodiga, ya'ni PhD deyiladi, o'sha fan nomzodi unvoniga ega bo'lganlarga ish haqiga ustama yana 30% qo'shib berish haqida. Fan doktori ilmiy darajasiga olgan va ega bo'lganlarga asosiy ish haqiga nisbatan yana 60% qo'shib berish haqida qaror qildi deyapti. Qaror chiqardi deyapti. Ana shu qaror prezident chiqargandan keyin dissertatsiyalarni himoya qilish 10 barobarga ko'payib ketdi deyapti. O'zi 2003-yillarga qadar Oliy attestatsiya komissiyasini raisi bo'lib ishlagani, keyinchalik o'sha Oliy attestatsiya komissiyasi prezidiumining a'zosi bo'lgan yillarda o'sha yiliga barcha sohalar, barcha fanning sohalari, tarmoqlari bo'yicha o'rtacha 500-600 ta fan nomzodligi dissertatsiyasi himoya qilinar edi. 100 ta ko'pi bilan 110 ta doktorlik dissertatsiyalari himoya qilinar edi. Mana hozirga kelib 10 barobarga ko'payib ketdi. Prezident fan nomzodlari ilmiy darajasiga 30%, fan doktor ilmiy darajasiga ega bo'lganlarga ish haqiga 60% qo'shib berish haqidagi qarorni chiqargandan keyin anday dissertatsiyalar yo'qlash 1-2 ga barobarga emas, 10 barobarga ko'payib ketdi deyapti. Ko'zbo'yamachiliklar, ko'chirmachiliklar, Rossiyada yo'qlangan dissertatsiyalarni O'zbekistonga olib kelib, yo'qlab ilmiy darajalarga ega bo'lishlar avj olib ketdi deyapti. Rahbar bo'lib o'tirdimmi, 2-3 yilga qolmay fan nomzodi bo'layapti. Yana 2 yil o'tmasdan fan doktori bo'layapti. Axir Ayipov ilm insonlik. Qanaqa qilib ham rahbar bo'lib ishlab, bir pasda fan nomzodi va fan doktori bo'lish mumkin deyapti. Bundan ilmga, fanga nima naf deyapti? Bu ko'zbo'yamachiliklarni, bu fanni, ilm fanni xor bo'lishini, xarob bo'lishini, plagiatchilikni, ko'chirmachilikni, hammasini Mirziyoyev bilishini va Mirziyoyevning qaroridan keyin mana shunday ko'zbo'yamachiliklar avj olib ketganligini aytayapti. Umuman mana shu mamlakatimizda qabul qilinayotgan qarorlar, qonunlar mutlaq xalq bilan maslahatlashmasdan, muhokama qilinmasdan qabul qilinayaptiki, xalqqa ham o'ta jabr sitam yetkazish bilan birgalikda
ta'limni, fanni, ilmni mananday xarob holatga kelishiga sababchi bo'lyapti. Fan, ta'lim o'lib boryapti, o'lib bo'ldi. Mana yana bir misol keltiraman. Prezidentning mana shu qarorlaridan keyin ta'lim, fan o'lib borayotganiga, o'lib bo'lganiga. Esasalaringiz, Sirdaryoda Sardoba suv ombori qo'porilganda o'sha yerdagi bir ayol kishi mening dissertatsiyam suvga oqib ketdi dedi. Nima dedi Mirziyoyev darhol? Bunga ilmiy daraja beringlar dedi. Mana prezidentning bevosita o'zini ham ta'limga, ilmga, fanga munosabat. Ta'limi o'lgan, fani, ilmi xarob bo'lgan millatning o'zi ham xarob bo'lib boradi. Shunday xarob bo'lib turibmiz. Qani? Yuqoriga aytganimdek, dunyo miqyosida qanday xalqqa aylandik? Nechinchi sortli darajali xalqqa aylandik? Boshqa xalqlarning xizmatkoriga aylandik. Mardikor va qulga aylandik. Demak, o'ylovsiz oqibatini nimalarga olib kelishini o'ylamasdan turib qabul qilinayotgan qaror, qonunlar xalqqa jabr sitam yetkazayotgan ekan, bu ta'lim, ilm, fan sohasidagi qarorlar ham O'zbekistonda ta'limni, fanni, ilmni mana o'ltirib bo'ldi deyarli. Xaloskor Xalq Demokratik partiyasi tuzilib ro'yxatdan o'tib parlamentga kelsa, qabul qilinadigan qarorlar, qonunlarni xalqning muhokamasidan o'tib, xalq ko'pchiligi, aksariyati rozi bo'lgandan keyingina qabul qilinadigan mexanizmlarni yo'lga qo'yadi. Xalqning muhokamasidan o'tmasdan turib birorta qaror va qonun qabul qilinmaydi. Akademik Shavkat Ayupov aytayaptilarki, xususiy maktablar, xususiy universitetlar g'oyat ko'payib ketdi. Bu yaxshi deyapti. Demak, xususiy maktablarni, xususiy universitetlarni tashkil topayotganligini, ko'payayotganligini akademik yaxshi deb ma'qul topayaptilar. Lekin biznesga aylanib ketdi. Ya'ni pul ishlashga o'tib ketdi amma. Ta'limni sifatli ta'lim berishga emas, ilm fanni rivojlantirish emas, pul ishlash birinchi regaga chiqib ketdi deyapti. Albatta bunday sharoitda ta'lim ham, ilm fan ham o'lib borishi muqarrar. Yana aytayaptiki, mana men bir uchrashishda prezidentga aytdim deyapti. Davlat universitetlaridagi mutaxassislar, haqiqiy olimlar, professor o'qituvchilarga xususiy universitetlarda, maktablarda yuqori maosh to'laganligi uchun bu professor o'qituvchilar o'z kasbini bilimdonlari xususiy maktablarga, xususiy universitetlarga o'tib ketdi. Lekin xususiy maktab, xususiy universitetlarda bu o'zi fanining bilimdonlari, mutaxassis professorlar borib o'qiyotgan ma'ruzalarni qabul qiladigan kontinent yo'q u yerda deyapti. U yerda talaba o'tirganlar hammasi pulini to'lab kelib o'tiribdi. Ular o'qilayotgan ma'ruzalarni qabul qiladigan kallaga ega emas.
tushunmaydi bu mutaxassis professorlar nima deyotganligini deyapti. Lekin davlat muassasalarining, oliy o'quv yurtlarining ham saviyasi tushib ketdi deyapti. Chunki u yerdan bilimdon professor o'qituvchilar xususiylarga o'tib ketdi. U yerda ular berayotgan ta'limni, fanni qabul qiladigan kallaga ega bo'lmaganlar o'tiribdi. Bu yoqda kallalilar davlat universitetlarida shunday bilimdon sohasining, fanining bilimdoni bo'lgan professor o'qituvchilarning ma'ruzalaridan mahrum bo'ldi deyapti. Oqibatda nima bo'lyapti? Yana bu yerda ham ta'lim, ilm, fan xarob bo'lyapti. O'lib boryapti. Mana buni ham prezident biladi, aytdim prezidentga deyapti. Bani o'ylantirayotgan, afsus qiladigan jihat shuki, nahotki prezident o'zi bilib turgan bo'lsa, ta'limni, fanni, ilmni, O'zbekistondagi aholini xarob holatga tushganligini, o'lib bo'lganligini, shu holatlarga prezidentning qarorlari bilan shunday holatga kelib qolganligini bila turib yana biror bir chora tadbir qo'llamasa, qanday tushunish mumkin? Agar bizda o'sha ilm, fan, ta'lim o'lib bo'lganligi uchun, o'lib borayotganim uchun ham mardikorlik holatiga tushib qoldik. Deyarli qullik holatiga kelib qoldik. Boshqa millatlarning batamom xizmatkoriga aylanib qoldik. Dunyodagi 3-chi, 4-chi, 2-chi darajali ommaga aylanib bo'ldik. Hatto vatanimizga kelib bizning ustimizdan o'zga xalqlar, millatlarning vakillari hukmronlik qilyapti. Ularning qo'lida ishlaydigan, ularning buyrug'i, topshirig'ini bajaradigan ommaga aylanib bo'ldik. Xususiy maktablar ko'payib ketdi. Bu xususiy maktablarning bosh maqsadi biznes, pul ishlash. Umuman o'rta maktablardagi, xususiy davlat maktablaridagi ahvol qanday? O'qituvchilar o'quvchilarga tanqidiy fikrlashga, tafakkurini kengaytirib tanqidiy fikrlashga o'rgata olyaptimi? Shunday o'qituvchilar bormi o'rta maktablarda yoki xususiy maktablarda? O'quvchilarni tanqidiy fikrlashga o'rgatadigan, shunga ilhomlantiradigan, qiziqtiradigan o'qituvchilar bormi? Yo'q. Bunday tanqidiy fikrlaydigan o'qituvchilarning o'zini oldin tayyorlash kerak. Shunday o'qituvchilarni tayyorlasa, keyin ular o'rta maktablarda, xususiy maktablarda o'quvchilarni tanqidiy fikrlashga, tafakkur qilishga o'rgatish mumkin. Bunaqa o'qituvchilarning o'zi yo'q O'zbekistonda. O'qituvchi o'sha materialni beradigan materialni faqat tushuntirishgina emas, birinchi navbatda avlodlarimizni, o'quvchilarni tanqidiy fikrlashga qiziqtiradigan, ilhomlantiradigan, tanqidiy fikrlashni, tafakkurini shakllantirishga birlamchi bo'lish kerak. Lekin bunday o'qituvchining o'zi O'zbekistonda yo'q. Oldin shunday o'qituvchilarning o'zini o'qitib, o'rgatib tayyorlashimiz kerak. Biz maqsadimiz
Xaloskor Xalq Demokratik partiyasini tuzish, ro'yxatdan o'tkazish, parlamentga kirish, mamlakatimizdagi barcha muammolar tarkibida turgan mana shu ta'lim, fan, ilm sohasidagi muammolarni yechish, ta'limni, ilm fanni tiriltirish, 35 yildan buyon o'tkazilib kelinayotgan soxta saylovlarning barcha deyarli ishlari maktab o'qituvchilari zimmasida. O'sha asosan maktablarda saylov uchastkalari tashkil etiladi. U yerdagi barcha o'sha tashkiliy ishlardan tortib saylov kuni saylov blankalarini yozib to'ldirish, hamma o'sha ovozlarni hisoblash, foizlarni chiqarish, hammasi saylov uchastkalarida faoliyat qilayotgan o'qituvchilar tomonidan amalga oshiriladi. Saylov uchastkasi komissiyasining raisi ham yo maktab direktori yo maktab direktorining o'rinbosarlaridan tayinlanadi. Va ularga mana shu saylovlarni o'tkazishdan keyin 4 million, 5 million mablag' berish va'da qilinadi. Nima qiladi bu? Saylovni tashkiliy tomonidan to shu saylov yakunlaniga qadar ishlarni amalga oshirishi o'qituvchilar hammasi soxtakorlik qiladi. Saylov kuni vedomstlarga kelmaganlarni keldi qilishadi. Ularning nomidan pashkalab o'sha yashiklarga saylov varaqalarini tashashadi. Nima yuqoridan yoki hokimi yoki boshqasi qanday foizni tashkil qilasizlar desa, xuddi shunday foizni yozib bayonnoma tuzishadi. Xullas barcha soxtakorlikni, saylovdagi soxtakorliklar hammasi o'qituvchilar orqali ijrosi ta'minlanadi. Boshqalarning buyruqlarini o'qituvchilar bajaradi. Bunday o'qituvchilar qanaqa qilib sinfga kirib o'quvchilarga xolislik, adolat haqida ta'limda bu tanqidiy fikrlash haqida qanaqa qilib ular nimani gapiradi, nimani o'rgatadi? Va bular mana shu 35 yildan beri soxta saylovlarni hamma soxtakorliklar ijrochisi o'qituvchilar bo'lganligi uchun ham ta'limning sifatiga, o'quvchilarning tanqidiy fikrlar olmasligiga, o'qituvchilarga bo'lgan hurmatning tushib ketishiga ma'lumotlarni keltirib chiqaryapti. Mana biz tuzib ro'yxatdan o'tib parlamentga kiradigan partiyaning mana siyosiy qarashlaridan biri, birinchi navbatda albatta bu partiya saylovlarga kirishi bilan saylovlar xolis, halol, raqobatli bo'ladi. Lekin har qanday holatda saylov ishlariga, saylov kampaniyalariga, saylovda tashkiliy ishlariga pedagog o'qituvchilarni mutlaq aralashtirmaslik. Ular o'zining fuqarolik huquqi burchi sifatida saylovlarda el qatori ishtirok etsin, lekin ularning bosh vazifasi avlodlarimizga, o'quvchi yoshlarga ta'lim berish. Ularni shaxs bo'lib shakllanishiga, mustaqil tanqidiy fikrlashiga, bu o'qituvchilar nafaqat o'sha ularga materiallarni yetkazib tushuntirib berish, birinchi navbatda ularni mustaqil, xolis, tanqidiy fikrlashiga, shuni shakllanishiga, shu yo'lda qiziqtirishiga birinchi rejada bo'lish kerak. Buning uchun bu o'qituvchilarning o'zi xolis, adolatli bo'lish bilan birgalikda o'zlari tanqidiy fikrlar olish degan ko'nikmalarga, bilimlarga ega bo'lish kerak. Bu maktab o'qituvchilarining
obro'yini, maqomini ko'tarish bilan bir vaqtning o'zida ularning moddiy holatini ham ko'tarish kerak. Bu nima bugungi kunda? 3,5, 4, 5 million so'm olayotgandir aksariyat maoshi. Lekin 3,5 million, 4 million, 5 million bilan so'm bilan butun bir boshli oilani boqib, tebratib bo'lmaydi-ku. Yetmaydi-ku. Bugun o'rtacha ayrim mana hisob kitoblarga qaraganda kuzataman ijtimoiy tarmoqlarni. Bir insonni bir oyda yashashi va normal rivojlanish uchun 15 million so'm kerak deyapti. Qani o'qituvchilardan qaysi 15 million so'm oladi oyiga? Yoki necha foizi? Ularni har xil ishlarga jalb etish bilan, shu jumladan saylovlarda, soxta saylovlarda jalb etishdan batamom taqiqlash bilan birgalikda bularning maqomini, hurmatini yuksaltirish bilan birgalikda moddiy ahvolini ham ko'tarish kerak. Va shundagina bular o'quvchilarga sifatli ta'lim beradi. Lekin bu ham kam, yuqoriga aytayotganimdek o'qituvchilar korpusini o'zini tayyorlash kerakki, bularning o'zi tanqidiy fikrlay oladigan bo'lish kerak. Bular og'ir vazifa. Partiya biz tuzadigan ro'yxatdan o'tib parlamentga kelsa, albatta bu muammolarni, vazifalarni hammasini yechadi. Mustaqillik yillarining mana shu dastlabki paytidanoq ta'lim, ilm, fan orqaga ketib boshladi. Ayniqsa 1992-yil 16-yanvarda mana talabalar shaharchasida Milliy universitet hududida talabalarning qo'zg'oloni bo'ldi. Va hukumat shunday qaror qabul qildiki, talabalarni tarqatib yuborish haqida. Va talabalar qaysi viloyatlardan kelib o'qiyotgan bo'lsa, hammasini o'sha viloyatlarga qaytardi. Viloyatlar markazidagi pedagogik institutlar universitetlarga aylantirildi. Va Toshkentda va boshqa shaharlarda, ayniqsa Toshkentda o'qiyotgan talabalarning hammasi viloyatlardagi pedagogik institutlarga qaytarildi. Ular universitetlarga aylantirilib. Lekin u universitetlarga aylangan pedagogik institutlarda axir bir pasda ilmiy salohiyat shakllanmaydi. U yerda professor o'qituvchilarning salohiyati birdaniga talab darajasiga ko'tarilmaydi-ku. İnsonni shaxs sifatida muhit shakllantiradi. Mana Toshkentdagi oliy o'quv yurtlarida, Samarqand kabi shaharlardagi oliy o'quv yurtlarida universitetlarda ilmiy salohiyatlar, ilmiy maktablar shakllangan edi. Matematika sohasida, tibbiyot sohasida, iqtisod sohasida, fanning turli sohalari, tarmoqlarida yirik olimlar, nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoda tanilgan olimlarning ilmiy maktablari shakllangan edi. O'sha ilmiy maktablarda navbatdagi olimlar
avlodlari yetishtirib chiqarilayotgan edi. Talabalarning 1992-yildagi yanvar oyidagi qo'zg'olonidan keyin barcha viloyatlarning markazlarida o'sha pedagogik institutlar, universitetlarga aylantirildi. Toshkent shahridagi universitetlarning filiallari, o'quv markazlari ochildi. U joylarda ilmiy professor o'qituvchilarning salohiyati u darajada emas. Toshkentdagidek uylarda ilmiy maktablar shakllanmagan. U yerda raqobat muhiti yo'q. Umuman yoshlarni shaxs sifatida shakllanadigan muhit Toshkent shahridagidek emas. Va oqibatda ta'lim sifati tushib, fan ilm orqaga ketib boshladi. Mana bu sababli ham. Shavkat Mirziyoyevning prezidentlik davriga kelib, xususiy universitetlar soni keskin ko'payib ketdi. Nafaqat viloyat markazlarida, tumanlarda, hatto qishloqlarda ayrim holatlarda mana shunday institutlar tashkil qilindiki, paxta dalasining o'rtasida. Mana bor shunaqa binolar, hamma tomoni paxtazor, o'rtaga bitta bino pedagogik va tadbirkorlik instituti deb biladi. Universitetlar, institutlar, xususiy universitet soni keskin ko'paydi. Lekin nima mezon bo'ldi? Pul soqqa. O'sha litsenziya olish uchun pulini bersa, litsenziya berilaverdi. Mana yaqinda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligini xodimi $100,000 bilan qo'lga tushdi axir. Litsenziya berish uchun $100,000 olgan. Mana xususiy universitetlarni, institutlarni ochilishdagi mezon pul. O'sha pul bersangiz bo'ldi. Litsenziya beradi. Men bilaman qancha universitetlarni ochgan odamlarni. Mamlakatdagi eng korrupsionerlar. Mana shu mamlakatning kadriga shunaqa katta zarba berganlar. O'sha universitet institutlarda ishlab rektor bo'lib, undan katta lavozimlarga o'tirib, xalqning pulini yig'ib, mana bugungi kunda xuddi shunday xususiy universitetlar tashkil qilib turibdi. Mening gapimni isbotini ham aytib qo'ying. O'sha men aytayotgan universitetlarga davlat kvotasi 900 kishi bo'lgan bo'lsa, 3000 lab qabul qilingan. 900 tasi davlat kvotasi, qolgan 2100 tasini pulini olib va uning katta qismini Vazirlar Mahkamasi olib, qanday ta'limni mamlakatdagi kadrlarni shunday holatga keltirganlar. Mana bugun xususiy universitetlar ochib turibdi. Meni fikrimni mana hujjatlar turibdi ko'plab universitetlarga. Qaranglar, davlat kvotasi qancha? 800-900 ta qabul qiladi reja, lekin amalda qancha qabul qilingan? 2000-3000. Nega 800-900 ta o'rniga 3000 ta qabul qilindi? Endi qaranglar, undan keyin 140 ball qolib 70 ballar olingan. Kimlar pul bersa shuni qabul qilardi. Mana qanaqa qilib ta'limni, ilm ma'rifatni manday xarob qilib, yakson qilib kelganlar bugun xususiy universitetlar ochib turibdi, katta mablag'lar to'plaganligi uchun. Shu ko'plab ochilgan xususiy universitetlarni ilmiy potensiali, salohiyati qanday? Qani o'sha yerda professor o'qituvchilarni ilmiy salohiyati qanday darajada? Yoki u universitetlarning moddiy texnik bazalari qanday? Laboratoriyalari qanday? Ko'p joylarda
tibbiyot yo'nalishida ochib tashlagan. Ularning o'zini xususiy klinikalari bormi? O'sha yerda tibbiyot xodimi bo'laman, doktor bo'laman deyotganlar. Shu joyda o'zining klinikalari bo'lmasa, bir morglari bo'lmasa, inson organizmining ichini ko'rmasa, u qayerdan doktor bo'ladi? Nimaga bunday ko'plab ochib tashlanyapti? Chunki biznes pulini beryapti, litsenziyasini beryapti. Millatni ta'limini, ilmini, bilimini o'ltirayapti. Oqibatda millatni mardikorga, qulga aylantiryapti. Boshqa xalqlarning xizmatkoriga aylantiryapti. Buni yoshlar qilyaptimi? Yo'q. Katta yoshlarga korrupsionerlar qilyapti hammasini. Davlat tepasidagilar qilyapti. Ular xuddi shunday qarorlar chiqarayapti. Ta'limni, bilim, ilmni o'ltirishga xizmat qiladigan. Shu yo'lda mablag'lar, boyliklar to'playapti. Ayni korrupsionerlar aksariyati vaqtida bo'sha korrupsiya yo'l bilan ta'limning turli sohalarida rahbarlik lavozimlarida ishlab pul to'plaganlar xususiy universitetlar ochyapti. Yana millatni o'ltirayapti. Ta'limi o'lgan millatning o'zi ham o'lib boradi. Mana endi nima qilish kerak? Qarash kerak dunyoga. Qani bir qaranglar. Mana dunyoda mashhur universitetlar bor. Cambridge, Oxford Angliyada, Harvard deylik AQShda, Sorbona Fransiyada va hokazo. O'sha universitetlarni qaranglar. Talabalarning soni bir necha yuz ming kishini tashkil qiladi. U yerdagi professor o'qituvchilarning sonini qaranglar. U yerda yaratilgan muhitni qaranglar. U yerda o'nlab fanning barcha sohalari bo'yicha yirik ilmiy dunyo miqyosidagi maktablar yaratilgan. U yerda ilmiy raqobat bor. Hamma sohada bo'lganiki fanda ham raqobat bo'ladi. Raqobat asosida har qanday buyuk kashfiyotga ham tanqidiy qarash orqali ilm, fan, ma'rifat rivojlanadi. Demak, mana biz tuzajak siyosiy partiyaning qarashi shundayki, mamlakatda hozirgi go'yoki zamburug'dek ko'payib qolgan bu xususiy universitet, boshqa universitetlar sonini keskin qisqartirish kerak. Xuddi mana shu Harvard, Oxford, Cambridge, Sorbona kabi yirik mamlakatimizda ham ta'lim, ham ilmiy markazlarni tashkil qilish kerak. O'sha yerda ham talabalar o'qib kuchli dunyo miqyosidagi har qanday millat bilan, xalq bilan dunyo bozorida raqobatlashadigan va ustun keladigan raqobatda yutib chiqadigan kadrlarni shakllantiradigan ta'lim markazi bo'lish bilan birga ilmiy markazlar ham bo'lish kerak o'sha yer. Ham ta'lim, ham ilmiy markazlar. Yirik bunday universitet markazlarini tashkil qilish kerak. Mana Farg'ona vodiysida shunday bitta tashkil qilish kerak. Samarqand shahrida shunday misol bitta tashkil qilish kerak. Toshkent shahrida mana bir nechta shunday yirik universitetlar ham ilmiy, ham ta'lim, ham mutaxassislar tayyorlovchi markazini tashkil qilish kerak. Ha borinkani o'rganishda xuddi shunday bitta shunday yirik markaz tashkil qilish kerak. Va u yerdagi muhit, ilmiy muhit o'sha mutaxassislarni ham shaxs sifatida, ham mutaxassis sifatida shakllantirish kerak. O'sha yerda ta'lim, ilmi, fan ham rivojlanishi kerak. Qarang, o'sha Cambridge, Harvard, Oxford, Sorbona hamma yoki o'sha Massachusettsdagi texnologiya instituti
ham deyarli Nobel mukofotining laureatlari 70-80% xuddi o'sha dargohlardan chiqqan. Chunki u dargohlar o'ta yirik muhit, ijodiy o'sha raqobat orqali ta'minlangan da shakllanyapti. Biz nima qilib tashladik? O'sha tumanlarda ham, qishloqlarda ham hamma joyda xususiy universitetlar tashkil qilib tashlandi. O'zbekistonda nima ko'p? Aptekalar va xususiy universitetlar ko'p. Mana men Toshkent xalq xo'jaligi institutini tugatganman. Esir aholisi 300 milliondan ortiq edi. 4 ta joyda xalq xo'jaligi instituti bor edi. Moskvada Plexanov nomidagi, Kiyevda bor edi, Novosibirskda bor edi va Toshkentda bor edi. Shu iqtisodchilarning o'zining maktablari bor edi. Har birini tanir edi. O'sha Kiyevdagi yoki Rostov-Dondagi iqtisodchilarning va o'zaro hurmat bilan birgalikda raqobat bo'lar edi. Mana Toshkent xalq xo'jaligi instituti ham Aminov, O'lmasov deb mana bunday iqtisodchilarning o'zlarining maktablari bor edi va Kiyevdagi, Rostov-Dondagi, Novosibirskdagi shunday joylar bilan yoki Leningraddagi Moliya instituti bilan mana raqobatlashlar edi, digarda va bir-biri maktablarda. Shunaqa musobaqa bor edi. Xuddi shunday yirik ham ta'lim, ham ilmiy markazlarda, universitetlarda xuddi shunday muhit yaratiladi. Fanning har sohasi bo'yicha ilmiy maktablar yaratiladi. Sarimsoqov, Sirajiddinov va hokazo kabi. Mana matematika sohasi deylik yoki tibbiyot sohasida. Hozirgi mana hamma joyda xususiy universitetlar ochib tashlandi. Ha u yerda ya bir tarkibini qaranglar o'sha yerdagi professor o'qituvchilarni. Bir salohiyatini bir e'tibor qaratinglarchi. U yerdan chiqayotgan kim mutaxassis bo'lib chiqadi? Qanaqa mutaxassis bo'lib chiqadi? Shuning uchun mana biz tuzadigan va ro'yxatdan o'tib parlamentga kirishni maqsad qilayotgan shu halol raqobatli saylovlar orqali o'lib borayotgan, o'lib bo'lgan ta'limni, ilmni, fanni tiriltirish, rivojlantirish albatta qiyin. Tiklash qiyin. O'sha ilm fanda bir yilda yo'qotishni tiklash uchun bir necha o'nlab yillar mehnat qilish kerak. Ma'naviyat sohasini ham shunday. Ma'naviyat sohasida, ilm, bilim sohasida qo'porilgach, bir yil qo'porilsa, 10 yillar davomida uni tiklashga vaqt talab etadi. O'lib borayotgan agar o'lib bo'lmagan bo'lsa, ta'limni, fanni, ilmni tiklashimiz kerak, tiriltirishimiz kerak, rivojlantirishimiz kerak. Bu qiyin muammo. Agar biz ta'limni, bilimni, ilmni, fanni rivojlantirmasak, xarob bo'lib boraveramiz. Biz ta'lim, fanni rivojlantirish orqali biz ham ilg'or texnika, texnologiyalar yaratadigan xalqqa aylanishimiz kerak. Ilg'or texnika, texnologiyalar yaratib, mamlakatimizda taraqqiyotni, xalqimizni farovonligini, avlodlarimizni kelajagini ta'minlashimiz kerak. Ilimsiz, bilimsiz, ta'limni rivojlantirishsiz kelajagimiz yo'q. Kelajagimiz xatarda. Kelajagimiz mardikorlikda, qullikda, o'zga xalqlarning xizmatkoriga aylanishda. Biz bu partiyani birlashishimiz kerak, ro'yxatdan o'tkazishimiz kerak. Saylovlarni
halol raqobatli qilishimiz kerak. Hokimiyat xalq xohlagan, saylagan partiya kelib hokimiyatni tuzib xalqqa xizmat qilish kerak. Mamlakat korrupsiyaga botib bo'ldi. Korrupsiya nafaqat mamlakatimizni inqirozga, ta'limni xarob holatga keltirib qo'ydi. Mana shu xususiy universitetlarni ochayotganlar tepasiga turganlarning aksariyati korrupsioner. Korrupsiyani yoshlar emas, kattalari qilyapti. O'sha davlat tepasida turganlar, ularga atrofidagilar ta'limni o'lib bo'lishiga davlat oldingi milliy xavfsizlik xizmati ham katta zarar yetkazdi. Men o'nlab dalillar bilan qaysinga e'tiroz bo'lsa, shunday havola qilaman. Men ko'rgan, kechirganman hujjatlar borligi uchun. Menda xarob qilishiga milliy xavfsizlik xizmati ham katta hissa qo'shdi. Millatni manday ta'limini, ilmini, fanini inqirozga kelib qolganligi. Turli universitetlarga xalqning mablag'ini ishlaganlar bilan, rahbarlari bilan birgalikda ish qilishdi. Turibdi hujjatlar, shu jumladan arxivlarda ham. Biz hozirgi holatni, ta'limni, fanni hozirgi holatdan olib chiqishimiz kerak. Teklashimiz kerak, lekin nihoyatda og'ir. Agar biz ta'limni, ilmi, fanni orqali egallab, ilmi fan egallagan ilm fanni, aqlimizni texnika, texnologiyalar ko'rinishiga moddiylashtirib, ilg'or texnika, texnologiyalar orqali taraqqiyotni tanlab, farovonlikka erishib, kelajak avlodlarni kelajagini ta'minlashimiz shart. Hada bu yer osti boyligimiz bor, unimiz bor, tillamiz bor deyish fikrdan voz kechish kerak. Ularni biz asrab, ko'paytirib keyingi avlodlarga qoldirishimiz kerak. O avlodlar keyingi avlodlarga. Bizning taraqqiyotimizni birdan bir yo'li ilm va ma'rifatni, ta'limni rivojlantirish. Shu asosida yangi ilg'or texnika, texnologiyalar yaratish, taraqqiyotni ta'minlash, farovonlikka erishish, dunyodagi boshqa xalqlarga xizmat ko'rsatayotgan hozirgi mardikorlikdan, qullikdan obri yuksak, mag'rur, sha'ni sharafini yuksak tutadigan xalqqa, millatga aylanishimiz kerak. Tuzilajak Xaloskor xalq demokratik partiyasi halol va raqobatli saylovlar orqali parlamentga kelgach, hozirgi xarob bo'lgan, o'lib bo'lgan yoki o'lib borayotgan ta'limni, fanni, ilmni tiklash uchun, tiriltirish uchun barcha choralarni ko'radi. Birinchi navbatda parlamentda ta'lim sohasidagi, ilm va ma'rifat sohasida qabul qilingan qonunlar, qarorlar hammasi qayta ko'rib chiqiladi. Ta'limni, fanni shu darajaga kelib qolishiga sababchi bo'lgan qarorlar, qonunlar bekor qilinadi. Mamlakatimizda yirik hozirgi har joyda paydo bo'lib qolgan, qishloqda ham, mahallada ham, dala o'rtasida ham, tumonda ham paydo bo'lib qolgan bu har xil xususiy mablag' pul biznes qilish, korrupsiyon yo'l bilan katta mablag' topishga qaratilgan bu xususiy universitetlar soni keskin qisqartiriladi. Mayli xususiy universitetlar rivojlanish kerak, lekin haqiqiy ta'lim, ilm, bilim maskani bo'lish kerak axir. Mana shunday yirik ta'lim, ilm, bilim maskanlarini tashkil qiladi bu partiya.
qabul qilajak qonunlar orqali. Shunday muhit, ilmiy muhitni, ta'lim muhitini, shunday yaratadigan ilmiy raqobat muhitini yaratadi. U yerda ham farzandlarimiz dunyo miqyosida, dunyo bozorlarida raqobatlashadigan mehnat bozorlarida va raqobatlarda g'olib chiqadigan mutaxassislar bo'lib chiqadigan, ta'lim beriladigan maskanlar bilan birgalikda turli ilmiy kashfiyotlar yaratiladigan shunday ilmiy yo'nalishdagi maskanlar ham bir joyda to'planadi. Va bu yerda haqiqiy ilmi ma'rifat bobolarimiz rivojlantirganday haqiqiy ilmiy maktablarini yaratadi. Yirik dunyo miqyosidagi olimlar shakllanadi. İnşallah shunday ta'lim, bilim maskanlarini, fan maskanlarini yaratganimizdan keyin bizning xalqimiz tarkibidan ham Nobel mukofotlari laureatlari yetishib chiqadi inshaalloh. Biz ta'limni, oliy ta'limni bepul qilishimiz kerak. Ta'limni, fanni rivojlantirishgina orqali biz taraqqiy etamiz, turmush darajamiz yuksaladi, farovonlikka erishamiz. Dunyo miqyosidagi hozirgi mardikorga aylangan, boshqa millatlarga xizmat ko'rsatayotgan 2, 3 darajali xalqdan obri yuksak, nüfuzli, bobrili, shoni sharafini yuksak tutadigan o'g'il qizlari dunyo bo'ylab har qanday dunyo tashkilotlarida faoliyat qilib, mehnat bozorlarida raqobatlashda g'olib chiqadigan bunday kadrlarni chiqadigan millatga aylanishimiz kerak. Buning uchun barcha kuchni, mablag'larni, inson kapitalini rivojlantirishga, bolalarimizni investitsiya qilishimiz kerak. Ularni aqlini ham jismonan ham aqlon kamol topishiga barcha mablag'larni safarbar qilishimiz kerak. Buni xalqimiz zimmasiga oladiki, soliqlar to'lash orqali bu yujuddagi mablag'larni birlamchi navbatda ta'limga, ilm va ma'rifatni rivojlantirishga sarflanish kerak. Biz aytayapmiz, yer osti boyliklarini asrab, ko'paytirib agar bir chelak qozib olsak, yangi texnika, texnologiyalar yaratishimiz evaziga uni 10 chelakka aylantirib avlodlarimizga yetkazishimiz kerak deyapmiz. Lekin shu yer osti boyliklarini ham shunaqa teja foydalanish bilan birgalikda bundan kelayotgan mablag'larni ta'limga rivojlantiramiz. Bir so'z bilan aytganda, yer osti boyliklarida bolalarimizning har birini haqqi bo'ladi. O'sha yer osti boyliklari hisobidan ham farzandlarimiz bepul o'qib kamol topish kerak. Bu yangi texnika, texnologiya degani ilm, bilimni, aqlni moddiylashgani degani bo'ladi. Bolalarimizni oladigan ilmi, bilmi, ularning tabiiy aqlining yanada rivojlanishi mahsuli moddiy ko'rinishi yaratiladigan yangi texnika, texnologiyalarda namoyon bo'ladi. Ana shunday yo'ldan borib birlamchi navbatda fanga, bolalarimizni ilm va ma'rifatiga mablag'larni yo'naltirish orqali ham taraqqiyotni ta'minlaymiz. Texnika, yangi texnologiyalar yaratamiz. Dunyo bozorida bizning bolalarimiz, avlodlarimiz yaratadigan texnika, texnologiyalarning bozori chaqqon bo'lishi kerak. Ham biz hozirgi mana shu qaloq holatdan chiqib, hozirgi millatimizning mavqiyidan xalos bo'lib, yuksak mavqili xalqqa, millatga aylanishimiz kerak. Shuning uchun albatta mana qarang, Skandinaviya davlatlari, o'sha Finlandiya, Norvegiya, Shvetsiya, ular ijtimoiy davlat, ya'ni sotsial davlat. Shular ta'limni
nafaqat o'zlarining fuqarolari uchun o'sha universitetlarda o'qishini, xorijiy mamlakatlarning fuqarolari uchun ham bepul qilib qo'yibdi. Yevropada ham shunday davlatlar ancha-muncha. Faqat ularning sharti o'sha xalqlarning, o'sha mamlakat aholisining tilini bilish. Biz nega o'zimizning ertamizni ta'minlaydigan O'zbekistonning kelajagi bo'lgan bolalarimizni yuksak darajada o'sha ta'lim olib, bilim fanlarni, barcha sohalarni egallab, yuksak darajadagi yangi zamonaviy texnologiyalarni yaratadigan avlodlarga aylantirolmas ekanmiz. Buning uchun barcha mablag'larni sarflashimiz kerak. Mana shu tuzilajak Xaloskor xalq demokratik partiyasi ro'yxatdan o'tib, halol va raqobatli saylovlarda qatnashib, saylovlarda yetarli darajada ovozlarni olib parlamentga kelgandan keyin xuddi shunday birlamchi navbatdagi vazifalardan, siyosiy maqsadlaridan biri bu ta'limni, xarob bo'lgan, o'lib borayotgan ta'limni qayta tiriltirish, yuksaltirish, bolalarimizni dunyo miqyosidagi mehnat bozorlarida raqobatlashadigan va g'olib chiqadigan avlodlari bo'lib yetishishiga xizmat qilish, bu sohadagi barcha xarajatlarni davlat byudjetidan va o'sha tejab ishlatiladigan yer osti boyliklaridan keladigan mablag'larni yo'naltirish orqali ta'minlash.